ba'zi joylarda 97%gacha bizda aniqlikda ishlayapti va bundan biz faxrlanamiz rostdan ham. Xohlasanglar ishlatib ko'ringlar. 200 mingga 10% beradi. 200 mingga 10%. Hurmatli investorlar, eshitdinglar. Savollaringizga javoblarni oldinglar. Endi hal qilishimiz kerak. Bugun biz investitsiya kiritamizmi yoki yo'q? Mayli, bu summa bo'lmasa ham, boshqa summa hech bo'lmasa qanaqadir taklif beringlar. Men уже 50% ni oldim. Men 3 ta odam bilan kelaman, oldingizga 50% ni olaman. Ular qilishsa men oldimga kelmaysiz, men aniq bilaman. 3 ta o'sha ko'rsatgan odamni olib kelaman siz oldingizga. O'sha ular bo'lsa kelmaysiz-ku meni oldimga, to'g'rimi? Ular qila olishsa rostdan ham va bugungi men bitta narsani tushunmayman. Siz proyektni baholayapsiz-da, 200 ming deb 10% beryapsiz. Demak, proyektni o'zi 2 million baholanyapti. Menga qiziq o'sha 2 million qani? Qayerda turibdi? Kimga tikilgan? Qaysi produktga? Hali MVP ga chiqmagan. Hozir testli rejimda deyapsiz. Hali даже tushmagan. Nimani hisobiga 2 million baholayapsiz-da? Menga rosa qiziq joyi shu. Umidjon aka, to'g'risini aytsam, agar O'zbekistonda bo'lmaganimizda 200 ming so'rash bu qanaqadir yerga urish deb hisoblanardi. Men nima uchun, bunaqa loyiha uchun? Chunki oddiy LLM, ya'ni API dan ishlatib LLM dan sun'iy intellekt deb loyiha qilayotganingiz, kamon aka siz aytganingizdek, shunaqa loyihalar millionlab dollar jalb qilayotgan paytda bunaqa ma'lumotlar ilmiga asoslangan, data science ga asoslangan deep modelni qurishda biz atiga 200 ming so'raymiz. Bu men o'ylayman, ya'ni ozgina chuqurroq kirish kerak-da, ya'ni bu loyihani ichiga chuqurroq kirish kerak va balki savollar yana ko'payar va ularga javob berishga tayyormiz. Lekin bu juda ham past baholash deb hisoblayman bunaqa loyihani. Loyihangiz lekin zo'r. Loyiha zo'r, lekin bizda pul yo'q. 200 ming so'rash bu qanaqadir yerga urish deb hisoblanardi. Men nima uchun, bunaqa loyiha uchun millionlab dollar jalb qilayotgan paytda, lekin bu juda ham past baholash deb hisoblayman bunaqa loyihani. Har qanday vaziyatda ham bu biz uchun katta tajriba va keyingi qadamlarimiz uchun turtki bo'ladi. Ular qila olishsa, men oldimga kelmaysiz, men aniq bilaman. Gripp va shamollashga qarshi Vifiron kompleksli himoya. Yangi yil mo'jizasini Coca-Cola sovg'alari bilan his eting. Sanjar aka, foyda qayerda? Foyda Uzum marketda. Salam Premium Cola. Tanlangan Salam Premium Cola. Felix, menda sen uchun yangilik bor. Felix mazali pashtet. Qarang qanchalik yumshoq. Mushuk bo'lish qanday ajoyib. Ko'rishimcha, kechga qarab kimnidir quvvati kamayib ketibdi. Okey, chat. Vitaminli quvvatlanishning iloji bormi? Dada Vitamino tanani vitaminlar bilan to'ydirishga yordam beradi. Dada Vitaminoning bir stakanida vitaminlar miqdori 3 karra ortiq. Qanday mazali Va foydali. Dada Vitamino kundalik ovqatingizga sog'lom yondashuv. Porlash, yorqinlik, g'amxo'rlik, bizning rang. Esti. Septanazal burunni tez ochadi. Septanazal ta'siri bir necha daqiqa ichida. Ko'p sovg'alar bor, bezaklar ham tayyor, bakallar aniq yetadimi? Aha. Rostdanmi? Va bu shunga arziydimi? Ha. Ko'p ishlaydi, xurrak o'tadi. Kim mana o'zi? Lekin baribir zo'r bayram bo'ldi. Wildberries'da yangi yil chegirmalari albatta arziydi. O'zimga o'zim rahbarman, lekin doim mijozlarning to'lovlarini kutaman. Tovar olishga pul qidiraman, ijaraga to'layman. Yaxshiyamki TBC bank bor. Siz ham TBC bankdan o'zini band qilganlar uchun kredit oling. Arizangiz javobi 1 minutda chiqadi. Mengachi? Reverim, hammaga yetadi. Uzum karta bilan bepul avtobus safarlari endi sizning shahringizda. Yo'l haqqini Uzum karta bilan to'lang va 100% cashback oling. Uzum bank ilovasini yuklab oling. ProArt taqdim etadi. Rayhon 23-24-25 yanvar Xalqlar do'stligi saroyida. Bosh homiy Universal Bank.
Pardozsiz, meni yelkalarim bilan emas ekan. Yelkadagi og'riqqa qarshi sariq Dalgit krem bor. Dalgit krem bilan hammasini uddalayman. Dalgit bo'g'imlardagi og'riqqa qarshi sariq krem. Media Parkda yangi yil chegirmalari boshlandi. Smartfonlar, kir yuvish mashinalari va televizorlar juda foydali narxlarda. Yangi yilning eng yaxshi xaridi Media Park bilan. Ishlarni keyinga qoldirib, Pepsi bilan yangi yilni nishonlang. Enterogermina suspenziyasi milliardlab sporalarga ega bo'lib, bolalarda virusli va bakterial ich ketishiga samarali ta'sir ko'rsatadi. Qorincha cheksa ham probiotik berar yordam. ProLife vaqti keldi. Qon bosimini o'lchash eski uslubda juda qiyin bo'lib qoldi. Men esa bir tugmachaga bosib, aniq natijaga erishaman. Agar ekran qizil bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qiling. Azizlarim, sog'lig'ingizga diqqatli bo'ling. ProLife. Paynet ilovasida topshiriqlarni bajaring va qimmatbaho sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. iPhone, PlayStation va yana ko'plab qimmatbaho sovrinlar. Bosh sovrin Chempionlar Ligasiga 2 kishilik yo'llanma. Paynetdan zarba aksiyasi. Mavsumning eng muhim golini urishga ulguring. Balki pitsa buyurtma qilarmiz yoki shirinlikmi? Ha, bo'ldi, buyurtma berdim. Yangi yil dam olish vaqti. Yandex Go taom yetkazish xizmati bilan butun dekabr 40% gacha chegirmalar. Yana noqulaylik, og'irlik va ko'ngil aynishi yoki jigaringiz shikastlanganmi? Essential fosfolipidlar jigar tuzilishini hujayra-hujayra qayta tiklaydi. Essential Forte N hayotingizni har bir hujayrasini quvvat bilan to'ldiring. Orient Finansbank va Uzkartdan omadli tranzaksiya aksiyasi. Bosh sovrin 4 iPhone 16 Pro oraliq pul mukofotlari har 15 kunda 150 nafar g'olibga 150 ming so'mdan. Ishtirok eting. Batafsil 4004 raqamida. Uchqunli Chernogolovka yangi yil kayfiyati bilan Qorbobo tomonidan shaxsan quvvatlangan. Antibiotiklar qabul qilayotgan bo'lsangiz, Linux Forte'ni unutmang. U ichak faoliyatini normallashtirishga va diareya xavfini bartaraf etishga yordam beradi. Linux Forte butun oila uchun antibiotiklar qabulining birinchi kunidan. Balki pitsa buyurtma qilarmiz yoki shirinlikmi? Ha, bo'ldi, buyurtma berdim. Yangi yil dam olish vaqti. Yandex Go taom yetkazish xizmati bilan butun dekabr 40% gacha chegirmalar. Pepsi bilan yangi yilni nishonlang. Ulkan. Dunyo nihoyatda ulkan. Azerbaijan Airlines Cook samolyotida Bokuga va boshqa ko'plab yo'nalishlar bo'yicha parvoz qiling. Azerbaijan Airlines bilan. Uzum karta bilan bepul avtobus safarlari. Endi sizning shahringizda. 2 daqiqada Uzum kartani rasmiylashtiring. To'ldiring. Yo'l haqqini u bilan to'lang va 100% cashback oling. Uzum bank ilovasini yuklab oling. Loyiha zo'r. Menga B2B qiziq emas, ayol sifatida, investor sifatida men misol uchun kirib buni ishlatmagan bo'lardim, chunki men aktivlarim hammasi erimda, mashinalarim ham erimda. Men asosiy moliyaviy instrumentlarim umuman boshqa instrumentlarda. O'shancha qarang, siz moliyaviy savodxonlikdan dars berasiz, ayollarga dars berasiz. Ayollar ishlatmaydi bu platforma. Ayollar doimiy ravishda aktiv qilinglar, passiv daromad keltiradigan joyini qilib qo'yinglar deysiz doim. Ha. Sizni o'rgatayotgan narsangiz shu. Endi bu platforma o'sha ayollarga yordam bermaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Bu platforma u ayollarga yordam beradi. Birinchidan qarang, bitta narsani aytaman. Men ko'chmas mulk avtomobillarga umuman qiziqmayman ayol sifatida. Xo'p, ayol boshqa aktivlar ham bor-ku. Xo'p, boshqa aktivlar bo'lsa ham biza ko'proq ayollar nima desam bo'ladi? Ishonch asosida ishlaymiz-da. Ishonchga kirish uchun emotsiya asosida deng. Emotsiya, ha. Ishonish qobiliyatimiz sal qiyinroq. O'shaning uchun daftarlar chiqib boshimizda pastga yotadigan. Mana shu asintni pushtirang qilib qo'ysa pul chiqadi. Yo'q. Daftarlar chiqib va tepamizga bundoq qo'yib yotamiz-da. Hech kim ko'rsatmaslikka harakat qilamiz. Chunki bu bizaniki. Lekin aktivlar ko'proq. Bilasizmi, bu loyiha zo'r, hech narsa demayman, lekin B2B bilan ko'proq erkaklarga ishlaydi. Ayol sifatida men to'g'risini aytaman. Birinchidan ayollarga foydasi yo'q deb o'ylaysiz? Foydasi bor, lekin o'zim bloknotimlar chiqqan, to'g'risi.
Men o'ylashim bo'yicha sizga alohida hali aloqaga chiqishadi va eshigingiz tagida hali o'chirib bo'lib turishadi. Chunki bu narsani bilgan biladi. Zar qadrini zargar biladi. Sizni oldingizga baholash kompaniyalari keladi hali. Birga ishlaylik deb. Ana o'shanda keyin o'sha siz aytgan mana buni sekin 5 ga ko'paytirib qo'yaverasiz. Abror aka, men ham gapingizga qo'shilaman. Men bizlarning hurmatli investorlarimiz hozirda pul tikishmagan bo'lsa ham, men ko'zlarida ko'ryapman, juda ham qiziqish katta. Va umid qilib qolamizki, birga ishlaymiz. Rahmat. Asint.uz kiringlar, foydalaninglar. Rahmat. Nima uchun ishonchni oqlay olmadingiz? Nima uchun ishonishmadi? Ko'rgan bo'lsangiz investorlarni hammasi ko'zlari men to'g'ri turib qarab turdim. Hammasida ishonch bo'ldi. Ya'ni biz ular bilan bir-birimizni qaysidir ma'noda tushuna oldik. Umidjon akadan ham uchrashishga taklif oldik. Men o'ylayman, bu boshqa takliflar ham bo'ladi. Bizda startaperligimizcha qolamiz, lekin loyihalarimiz ancha chuqurroq va ancha kengroq bo'ladi va jahon miqyosida loyihalarimizni olib chiqishga harakat qilamiz. Sizga omad tilaymiz keyingi loyihalarda. Charchamang. Rahmat. Hozirgi loyihani chaqirishdan oldin yana bir savolim bor. Xodim muammosi qanchalik sizlarda aktual? Juda aktual. Hozir aynan shu muammoga yechim beradigan startaperni chaqirmoqchimiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Ismim Murodxo'ja Muratov. Asli Sirdaryodanman. Hozirgi vaqtda Toshkentda istiqomat qilaman va ishlayman. AI biznes yordamchi startap asoschisiman. Sirdaryoda aynan birinchi ishimni IT dan boshlaganman. O'zi IT ga yoshligimdan qiziqaman, ammo uyda kompyuter bo'lmaganligi sababli IT bilan shug'ullanishga yoki aynan IT sohasini o'rganishga sharoit bo'lmagan. 7-8-sinf bo'lganimda qo'limga bitta Sony Ericsson telefoni tushib qoladi-da, aynan shu telefonning o'zida saytlar qilish, aynan sayt qanaqa qilib ishlar ekan degan savollarga qiziqib turib sayt yasashni boshlaganman. 2025-yilni iyul oyigacha UIC Group nomli IT kompaniyani boshqarganman. Buxgalteriya va moliya sohasida katta muammolar borligini ko'rib qoldim aynan va juda ko'plab aynan bu yoqdagi ishlar qo'l mehnati bilan qilinishini guvohi bo'ldim. Shu sababdan ham to'liq fokusimni aynan shu yo'nalishga qaratdim. Aynan meni loyiham AI biznes yordamchi loyihasi biznes egalariga katta yordam beradi deb o'ylayman va hozirgi chiqadigan investorlarimiz ham bu narsani aynan qo'l mehnati asosida qilinishini juda yaxshi tushunishadi. Shu sababdan investitsiya olishimga ko'zim yetadi. Assalomu alaykum. Tasavvur qiling, kechasi uxlamaydigan, 5 soniyada topshirig'ingizni bajaradigan va xato qilmaydigan buxgalterni har qanday biznes egasi xohlaydi. Va menda aynan shunday buxgalter bor. Buxgalter ishga chiqmasa degan savol bilan 500 ta biznesdan so'rovnoma o'tkazdim va 100 tasi bilan shaxsan gaplashganman. Oxirgi 3 oy davomida 47% hisobotlar topshirilmaydi degan javobni berishdi. Tasavvur qiling, boya Abror aka zo'r to'xtab o'tdilar. Aynan O'zbekistonda boylar ko'pmi degan savolni zo'r berib o'tdilar. Ha, rostdan boylar ko'p, ammo ular juda ham ko'plab pul yo'qotishyapti. Bilasizmi, bor yo'g'i buxgalteriyadagi oddiy xatoliklar tufayli yoki bo'lmasam hisobotlarni topshirilmasligi yoki kech topshirilishi tufayli. Taqdim qilayotgan yechimimiz AI Business Assistant, ya'ni AI biznes yordamchi, sun'iy intellektga asoslangan, agentlar asosida ishlaydigan, buxgalteriyani to'liq avtomatlashtiradigan tizim. Bizda aynan sizni multibank deydi, bir nechta bankingizni bitta joydan boshqarish imkoniyatini beradi va shu bilan birga to'liq hujjatlaringizni ham boshqara oladi. Ya'ni siz bor yo'g'i telefondan bank hisob raqamingizdagi hozirgi qoldiq, qayerga pul chiqib ketyapti, nimaga sarflanyapti va hujjatlar bo'yicha aynan kimga shartnomalar chiqqan degan har qanday operatsiyalarni ko'ra olasiz. Shu bilan birga bizda shubhali operatsiyalar degan modulimiz ham bor. Agarda sizni buxgalteringiz yoki bo'lmasam shartnomasiz qanaqadir pul chiqib ketib qoladigan bo'lsa, albatta bu haqida agent sizni ogohlantiradi. Agentga bor yo'g'i o'zingizni topshirig'ingizni berasiz va topshiriqni tayyor natijasini olasiz. Bozorga keladigan bo'lsak, butun yer yuzida aynan moliya va buxgalteriya sohasi 700 milliardlik bozorga teng va O'zbekistondagi ulushi 73 million dollar va aynan shu ulushga ega bo'lmoqchimiz. Biz obuna modelida ishlaymiz. Eng minimal obunamiz $120 turadi.
Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, albatta yaxshi. Ishonaman deganmisiz yoki biroz xariksiraganmisiz, qila oladimi, yo'qmi degan baribir Men hayotda. 100% ishonganman. Meni o'g'lim oldinga qarab yuradi, hamisha shunday tarbiyalaganman. Duo qilib aytganman. Bersa, bermasa, o'zini peshonasida, harakatida baribir davom etadi. Albatta. Xursandmisiz? Xursandman, albatta xursandman. Qilgan mehnatlarim zoya ketmadi. Mevasini yeyapmiz. Jamoamiz bilan tanishtiradigan bo'lsam, Rockstar jamoa deb aytaman va jamoamizda aynan moliya yo'nalishida Alisher aka Valiyev borlar. Aynan 25 yillik tajribaga ega va o'zlarini buxgalteriya outsource kompaniyalari bor. Shu bilan birga ustozimiz Alisher aka Tojiyev, ularda 15 yildan oshiq aynan IT yo'nalishida tajriba va hozirgi vaqtda bizni Angel investorimiz. Aslidan Hamroyev bizni asosiy CTO'imiz va eng hozirgi vaqtda biz ishlab chiqayotgan AI modellarimiz ustida turgan eng zo'r specialistimiz. Murodxo'ja Muratov, aynan men 12 yildan oshiq IT bilan shug'ullanaman. Oxirgi 5 yilda 100 ta xodimdan iborat jamoa va oxirgi 5 yil ichida 300 dan oshiq loyihalarni amalga oshirganman, aynan IT outsource yo'nalishida. 200 ming dollar so'rayapmiz va ushbu investitsiyaga hozirgi vaqtda bizda MVP va birlamchi testlarimiz natijalari bor. Bu 20 ta odam hozirgi vaqtda testlayapti tizimni, aynan real mijozlarimiz. Ularni 100 tasi sotib olishga tayyor va natijada 600 ta mijozga erishmoqchimiz. Shu bilan birga 4-oydan keyin beziyon nuqtaga chiqishni reja qilyapmiz. Rahmat. Siz bu platformani 1Sga integratsiya qila olasizmi? Allaqachon bor integratsiyamiz. Bizga farqi yo'q. Qo'limizga qanaqa dastur keladigan bo'lsa, undan ma'lumotlarni tortib olamiz va bizning maqsadimiz faqat O'zbekiston yoki O'rta Osiyo emas. Boya tepada aytib o'tdim, AQSh bozoriga chiqmoqchimiz, MENA countries bilan. Shu sababdan O'zbekiston bozori yoki SNG bu raqobat deb hisoblamaymiz. Auditor bo'lganman, endi CPA bo'lganman. Agar 1Sni bog'lay olsangiz, menga juda qiziq bu mavzu. Aytayotgan u sizning loyihangiz analogi TBCda bor edi, menimcha. Yoki adashmayapmanmi? Yo'q, O'zbekistonda yo'q. Aynan AI bo'yicha bizneslarni to'liq qila oladigan, buxgalteriyani qila oladigan berish bo'yicha menga chiqishgan edi TBCdan. Shohidani loyihalarida masalan bitta ayolimiz borlar, ular kiyim-kechak tikib sotadilar. Ular ham alohida shu firma ochganlar, sotuv qilishlari kerak, lekin buxgalteriya boshqa qilishga ular uchun ortiqcha xarajat. Hozir shu siz aytayotgan AI agentingiz ular sizdan obuna ko'rinishida olsalar, o'sha oylikdan ekonom qiladimi o'sha ayol? $120 o'lib qolsa ham to'lamaydi. Biz to'lamaydi. Lekin bularga obunaga bersa ekonom qiladi bu ayol. $10 bersangiz qilishi mumkin, o'ylab ko'radi. $120 aytayotganlari obuna undan arzon bo'ladi. Sizga qiziq, sizni mana men endi aytmoqchi bo'layotganim, mana Shohidada ko'p ayollarga anavi beryapmiz, biznesga moliyalashtirayotganingizda ular o'ziga buxgalterni anavi qila olmaydi. Ularga qimmatga tushadi bu narsa, ya'ni. Agarda siz yechimingizda bu buxgalteriyani hammasini qilib beradi deydigan bo'lsangiz, unda boyaga aytayotganligi 100% zo'r. $10 dan qilib bersangiz, oyiga zo'r yechim. Siz simbolik kichik biznes ekan. Arzon, siz qimmat qo'yardingiz hozir. $10 dan arzon edi menimcha oyiga. Ko'p narsa bor, faqatgina buxgalteriya emas, boshqa narsa bor. Lekin uni personalizatsiya qilib bera olasizda. Albatta. Bu loyihaga investitsiya qilamizmi yoki yo'q? 10% gami bu? Atsenka qancha? 2 million. 2 million baholanganda 10% ga 200 ming so'rayapmiz, to'g'rimi? 1 million baholanganda 50 ming. Siz 50 ming berasiz. Men ayollarim uchun zo'r ekan. Zo'r TVda tomosha qiling. Tayyormisiz? Tayyorman. Boshlaymiz-a? Boshlaymiz. Sakura qaysi faslda gullaydi? Menimcha bu sizga cho'ta emas bu savol. Talabalarim ham hozir ko'rishsa, rosa kulishadi rostdan ham. Men o'ylagandim, oson erishaman 2 milliongacha deb. Solid. B variant. Mardon qaysi jackpot bo'l? 4, 3, 2. Imkoniyat tugadi. Ulgurdi. Demak, javobni qabul qilaymi? Qabul qiling. Xumora shu yerga kelganda siz bilan bugun soat 20:00 da kim millioner bo'lmoqchi? Hatto karta yoningizda bo'lmaganda ham Uzcard bilan tez QR orqali terminalda to'lov qiling. Yandex stansiya. Alisa endi o'zbekcha gapiradi. Ketma-ket o'yinlarda ochko yo'qotayotgan Alonso shogirdlari La Liganing 16-turini mehmonda Deportivo klubiga qarshi o'tkazadi. Alaves Real Madrid bugun soat 00:50 da Zo'r TVda jonli efirda tomosha qiling. Men Otabekka turmushga chiqmayman. Dadam Said akamga bermayman deb qattiq turib oldilar.
Hammamizga og'ir bo'ladi buni badali. Nima bo'lsa bo'lsin o'g'lim, ertagacha to'y bo'lsin. Saidjonni xasmi haloli bo'lding. Yo'q! Sizni Xudoga soldim. Meni Said bilan hisob kitobim bor. Kim seni bunday qildi? Boshimiz oqqan tomonga ketaylik. Men hammasiga roziman. Said, joying jannatda bo'lsin. Qiz bo'lmay o'l, padaringga la'nat seni, shum qadam. Ikki begona. Bavi. Bavi. Sahnada ikkimiz. Kinoga olgan bo'lardim bunaqa yuzni. O'yinga tushishimiz kelib ketdi. O'zimizni ham ozgina aksent bor. Ozgina emas bu aksiya. Faqat siz qarshi bo'lyapsiz. Endi nimasigadir ko'z yumassiz. Bash bolani hayotda nimagadir yoqtirmayman, lekin sahnaga chiqsa odamning kayfiyati ko'tariladi rostdan. Sahnada ikkimiz. Bravo Premium. Haqiqiy sayyoh, haqiqiy lazzat. Tomoq og'rig'iga qarshi samarali yechim. Qarsozda yengillik. Biz boshladik. Cho'qmaladi-ku. Yamiz. O'tmayman. Tarakandan ham qo'rqaman deb o'zi. Qochi cho'qiyapti. Kilometrlar iltimos. Qo'lingizda ochib o'ting. Bunga ko'p bo'laman, qo'rqaman bundan. Qochi. Jon aka, men qo'rqaman bunaqa narsalardan. Yeching, yig'lamang. Xavfli karaoke. Trimol bosh og'rig'i bilan kurashadi. Bosh og'rig'imi? Shunchaki Trimolni tanlang. Atabekov, sinalgan sifat. Safaringiz bexatar bo'lsin, manzilda ko'rishamiz. Loyihadan kutayotgan narsam aynan ambassador bo'lish. Sirad vas etish mumkin, kontrakt 250 million so'm haqida ketyapti. Tushunmay qoldimmi? Bunaqa taklif kutmaganman. Hozir tanlov qilishingiz kerak. Sizni qancha auditoriyangiz bor, siz ambassador bo'lmoqchisiz? Chunki rostdan men xohlagan ish taklif berdilar-da. Ikkita ishtirokchini loyihadan chetlatishimiz kerak. Sinov muddati Zo'r TVda. O'ynatdan zarba aksiyasi. Mavsumning eng muhim golini urishga ulguring. Yarim final ikkinchi o'yin biz boshladik. Otaxon gap yo'q, hali ham formadasiz. Ular ham shunaqa deyapti. Yarim finaldan finalga o'tish uchun bizga kuchli qiviz ichish kerak. Men nima zakovatchiman umuman. Faraz qil, hozir dadam kelib, "Bolalarim, oyingiz ketdi, endi sizlarga yangi oila beraman" desa, faraz qil, "Uyda Rasululloh bo'ladimi?" Alfraganus universiteti zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya uyg'unligi. Ava, joziba. Tog'a nimaga luchem? Chunki sifatli va tejamkor. Suyak yemirilishi va uning yechimlari. Yemirilish bu asosan qon tomirlarining yopilib qolishi. Ayni shu jarayon ham demak suyakda kechadi. Oyog'iga bitta urib, qo'liga bitta urib, uni cherepnoy davleniyasi bormi, yo'qmi bilish mumkinmi? Bunaqa diagnoz yo'q. Voy. Va hech qachon bo'lishi mumkin emas. Nima sababdan burundan nafas olishimiz qiyinlashadi? Bu burun o'rta to'sig'ini qiyshayishi. Hattoki burundan qon ketishi o'limga sabab bo'ladimi? Ha, albatta. O'zi ozish kerakmi yoki gormonni to'g'rilash kerakmi? Qaysi biri? Hattoki siz tortlarni ham o'zini normasidan motivida yesangiz semirmaysiz. Semizlik nasl suradimi? Semizlikka moyillik nasl suradi. Puls 1141 ko'rsatuvi. Atva Medline universitet klinikasi, sog'lom yashashga haqlisiz. Faqat Zo'r TVda. Ayollar uchun zo'r bo'lsa qo'shing yana. To'xtab turing. Hamma narsa kichkinadan boshlanadi-ku. Men 2 million baholaganda hammasini olaman. 2 million baholaganda hammasini ol. Lekin eksklyuzivity qo'ymayman. Kimdir qo'shilsa qo'shilsin. Ha, 200 ming yopib qo'ydiz-a o'sha. Umidjon akaning kirishlari juda qiymat beradi. Mana shunga qo'shilaman. Advisor olsangiz va to'lab berish. Hurmatli muxlislar, biz hozir Umidjon akadan yoki 200 ming olamiz, 2 million baholanganda yoki
Shohida Ibragimovadan 50 ming olamiz. 1 million baholangan. akadan qo'yavering, olvering Umidjon akadan. 1 million dollardan 50 mingga sotib olaman foizini. Ha, Umidjon aka? Aloqa Ventures hamda lekin anaqalaringiz ko'p bo'ladi. Mani orqamda. Odamlaringiz ko'p bo'ladi mijozlar. Yo'q, hozir kirsangiz hozir kiring. Yo'q, men kiraveraman faqat 1 million dollar valuation bilan-da. Siz bularga sotib oling, qolganini gaplashamiz. Aloqa Ventures qiziq deyotdingiz. Sizni taklifingiz bormi? Qiziq, lekin men to'liq o'rganishim kerak. Men hozirgi agar o'rganmagan holatimda 1 million bahoda 50 ming bera olaman. 1 million bahoda siz ham 50 ming bera olaman. Lekin bizda shu ichiga kirib o'rgansam, agar haqiqatdan aytayotgan qiymatlar bor bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha biz investitsiya kiritib ola olamiz. Men o'ylaymanki, yaxshi ideya boshlagansizlar, yaxshi loyiha, yaxshi partnyorlar bilan bo'ladi. Bu joyda shaxsan menga bu narsani hozir qizig'i yo'q. Umidjon aka, to'g'risi kutmagandim. Juda zo'r taklif bo'ldi. Bu yo'nalishda siz bermoqchi bo'lgan 200 ming dollar investitsiya, men o'ylaymanki, kamida 500-600 ming dollardan oshiqqa baholanadi deb o'ylayman. Siz bilan juda ko'p ish qilamiz degan umiddaman. Tanlayman sizni. Rahmat. Молодец. Salom bo'ling. Tabriklaymiz. Va bugun yana bir startaper 200 ming dollar 2 million baholashda investitsiya qo'lga kiritdi. Hurmatli investorlar, pulimiz bormi hali? Davom etamizmi? Bor albatta. Bo'ldi. Demak, biz davom etamiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? His-hayajonlaringizni bemalol bo'lishingiz mumkin. Albatta, kayfiyatlar juda ham zo'r. Sababi umuman kutilmagan voqea bo'ldi. Startapimiz hozirgi vaqtda endi zapuska, ya'ni ishga tushirishga tayyorgarlik ko'rayotgan joyimizda va yil oxiri uchun juda ham katta sovg'a bo'ldi deb o'ylayman. Albatta, jamoamiz bilan birgalikda endi unicorn loyiha qilishga harakat qilamiz. Men ikkita odamdan kutib turgan edim. Aloqa Ventures va Kamron aka dan kutib turgan edim. Demak, kutilmagan syurpriz bo'ldi siz uchun ham investorlarimiz. Ammo profil jihatidan Umidjon aka eng to'g'ri keladigan profil. O'ylaymanki, faqat pul bilan emas, aynan o'zlarini tajriba va boya men 5 yil yig'gan degan tajribam bor-ku, aynan biznes yo'nalishida, IT bo'yicha. Ularda esa moliya va buxgalteriya yo'nalishidagi o'zlarining tajribalarini endi ulashadilar. Omad tilaymiz. Bundan-da katta davomiy natijalar bilan yana studiyamizda kutamiz. Kattakon rahmat, salomat bo'ling. Juda ko'pchilikda puldan saromjon sarishtalik bo'lmaydi. Aynan shu muammoga yechim beradigan, butun insoniyatni pulini rejali ishlatishga yordam beradigan Karmon AI loyihasi. Marhamat. Assalomu alaykum. Ismim Habibulloh Haloqov. Karmon AI loyihasining asoschisiman. Men Buxoroda bir chekka qishloqda katta bo'lgan bolaman. Hozirgi paytda esa o'z startapimga asos solganman. Men 15 yoshdan beri IT yo'nalishida faoliyat olib kelaman. Juda ham ko'p kompaniyalarda va chet davlatlarda ishlab keldim. Hozirgi paytda esa men Inha universitetining bitiruvchisi va top 5 studentiman. Oylik olardim, lekin oyligim keyingi oyga yetmasdi, oyning yarmida tugab qolardi va pulim yetmaganligi sabab qarz olardim, kredit olardim va kreditimni yopish uchun yana kredit olardim. Aynan shu muammolar meni juda ham ko'p depressiyaga va stressga tushirdi. Nafaqat menda, balki O'zbekistondagi 90% odamda aynan shu muammolar bor ekan. Undan keyin esa O'zbekistonga kelib, men o'z muammolarimni yechim sifatida Karmon AI loyihasini ishlab chiqdim. Loyihamizning asosiy maqsadi oddiy xalqni boy qilish, ularning pullarini, qarzlarini boshqarishga yordam berish. Bizning sun'iy intellekt esa har bir xarajatingizni tahlil qiladi, toifalaydi. Ko'p pul xarajat qilgan bo'lsangiz, sizga xarajatlaringizni kamaytirishga, byudjet tuzishga yordam beradi. Karmon AI bilan barcha xarajatlaringizni, daromadlaringizni hisob-kitob qiling va moliyaviy erkinlikka erishing. Va nihoyat oylik oldim. Karmonim esa puldan to'ldi. Endi esa xarajatlarimni taqsimlashim, qarzlarimni va kreditlarimni yopishim kerak. Xo'p, Suhrob aka, sizdan oldingi oy adashmasam 3 million yaqin qarz olgandim. Birinchi ish bilan shuni uzaman va yana IELTS uchun 200 dollar pul berishim kerak edi. Kartamda 3 million yaqin pul bor. Buni avtomatik bank kredit uchun yechib oladi. Karmonim bo'shab qoldi. Aynan shu muammoga har birimiz uchraganmiz. Shunday emasmi? Assalomu alaykum. Ismim Habibulloh, Karmon AI loyihasining asoschisiman. Bugun sizlarga shaxsiy moliya boshqaruvini butunlay osonlashtiradigan va sun'iy intellekt asosida ishlaydigan loyihamiz haqida qisqacha so'zlab bermoqchiman.
Bugungi kunda insonlarning eng katta global muammolaridan biri bu pulni to'g'ri boshqara olmasligidir. Inson oylik olgan kuni o'zini juda boy va baxtli his qiladi. Ammo 10 kundan so'ng pullar qayerga ketib qolganligini mutlaqo tushunmaydi. Bu esa insonni stressga va depressiyaga soladi. Biz innovatsion moliyaviy yechim ishlab chiqdik. Uning nomi Karmon AI. Sun'iy intellekt asosida ishlovchi ovozli hisobchi. Karmon AI qanday ishlaydi deysizmi? Shunchaki ovozli xabar orqali yoki cheklarni skanerlagan holda xarajatlaringizni biriktirasiz. Bizning sun'iy intellekt har bir xarajatingizni tahlil qiladi, toifalaydi va avtomatik ravishda ilovaga biriktirib qo'yadi. Bu yerda bizning mahsulot birinchi bo'limda ko'rishingiz mumkin. Kategoriyalar bo'yicha xarajatlar diagrammasi pulingiz qayerga ketib turganini real vaqtda ko'rsatib turadi. Ikkinchi bo'limda xarajatlarning va daromadlarning to'liq tarixi, pulingiz qayerga, qachon va nima uchun sarflaganingizni ko'rishingiz mumkin va har bir tranzaksiya avtomatik ravishda sun'iy intellekt tomonidan toifalanadi. Uchinchi bo'limda qarzlarni juda ham oson boshqaruvni kuzatishingiz mumkin. Va oxirgi bo'limda biz har bir foydalanuvchi uchun professional moliyaviy statistikalar taqdim etamiz. Bu esa insonlarning moliyaviy sog'lig'ini kuzatib borishga yordam beradi. Bizning raqobatchilardan farqimiz ovoz orqali xarajatlarni kirg'izish mexanizmi, bank kartalar va hisoblarni monitoring qilish imkoniyati, bizning Humo va Uzcard bilan integratsiyamiz bor va oxirgisi bu moliyaviy savodxonlik vositalaridir. Assalomu alaykum, ismim Mirbek, Karmon AI jamoasida biznes partnyor bo'lib ishlayman. Aynan qaysi investorimizni qiziqtiradi deb o'ylaysiz? Umidjon akani deb o'ylayapman. Mijosh Muhammedovga qiziq bo'lishi mumkin. Lekin ko'ramiz. Habibulloh, omad. Bosing, biz siz bilamiz. Bizning biznes model juda ham oson, juda ham oddiy, ilovaning asosiy funksional mutlaqo bepul. Ya'ni oddiy xalq ham o'zini pullarini boshqarishi mumkin bo'ladi. Lekinda inson o'zini hayotiga osonlik, yengillik olib kirmoqchi bo'lsa, xarajatlarni ovozli xabar orqali qo'shmoqchi bo'lsa, yoki cheklarni skanerlamoqchi bo'lsa, yoki har oy sun'iy intellekt tomonidan tahlil va tavsiyalar olmoqchi bo'lsa, bizning professional rejaga o'tishi kerak bo'ladi. Va buning narxi atiga $3. Bizning umumiy bozor hajmimiz $17 milliard tashkil qiladi. Biz hozirgi paytda O'zbekistonda faoliyat olib boryapmiz va bizning so'mimiz $12 million ga teng. Aloqa Ventures va Imkon Venturesda umumiy ravishda $50 million sarmoya jalb qilganmiz. Va yaqinda biz dunyodagi eng top startup sammitlardan biri Armeniyada o'tkazildi va u yerda 40 ta davlat orasida biz birinchi o'rinni egalladik va O'zbekiston bayrog'ini tepaga ko'rib, loyihamiz potensial juda yuqori bo'lgani uchun biz loyihamizga $20 million grant oldik. Bizning daromad va kelajak rejalarimiz, bizda 3000 dan oshiq aktiv foydalanuvchilar bor va ulardan 400 tasi bu premium obunachilar va bizning oylik daromadimiz $1100 tashkil qiladi. Qaymoq joylardan biri bu data. Biz har oy 20-25 ming yaqin tranzaksiyalarni обработка qilamiz va buning yordamida biz kelajakda scoring model va maqsadli marketing platformasini ishlab chiqmoqchimiz. Va kelajakda biz keyingi yil oxirigacha loyihamizga 25 mingta premium foydalanuvchini jalb qilmoqchimiz. Va shu natijaga erishishimiz uchun biz $100 million investitsiya jalb qilmoqchimiz. Bu bizning jamoa, men Habibulloh Xaloqov, bosh direktor, fintech va produkt yo'nalishida 4 yillik biznes tajribaga egaman. Mening co-founderim Jonibek, texnik direktorimiz, 6 yillik dasturlash tajribasiga ega. Undan tashqari juda ham professional bizni advisorlar, maslahatchilarimiz bor. Ulardan biri Tohirjon aka, katta investitsion tahlilchi. Bizni hozirgi paytda meni bozorlarda sotib yurgan inson. Amirbek Ne'matullayev bizning biznes partner, juda ham ko'p startaplarda va akseleratsiya programmalar o'tkazgan inson. Katta ustozlarimizdan biri Muhammad Xayli aka. Ular juda ko'p loyihalarning asoschisi. Hozirgi paytda Startup Garajning direktori hisoblanadilar. Keling, moliyani Karmon AI bilan osonlashtiraylik. Hammaga rahmat. Bu ham ishlab turgan loyiha, xuddi sizlar xohlagandek, MVPlari bor. $1100, $1125. Bu oldingi oy natijasi, hozirgi o'sgan 1400 natija qildik bu oy. $1400 har oy tushumi bor. Obunachilarni qayerdan olasizlar? Endi bahona nima bo'ladi endi? Obunachilarni qayerdan jalb qilgansizlar? Xo'p, birinchi o'rinda Sarafan Radio, undan tashqari biz organik, asosan Telegram guruhlarda bor, moliyaviy kanallar bor, u yerda reklama qilib, obunachilarni jalb qilganmiz. MRR $1125, $100 ming dan necha foiz so'rayapsiz? 10%. Demak, bu $1 million baholanyapti. $1 million baholanadi. Lekin summa o'zi $11 million deyapsiz. $11 million. Hali 10% bozorni egallamadingiz-ku. Kelishamiz? Yaxshi, yaxshi. Foyda uzun marketda.
Enterogermina suspenziyasi milliardlab sporalarga ega bo'lib, bolalarda virusli va bakterial ich ketishiga samarali ta'sir ko'rsatadi. Qorincha cheksa ham probiotik berar yordam. Bayram saxiy, ko'ngil esa xotirjam bo'lishi kerak. Uzumbank yordam beradi. Ilovada limit oling. Yaqinlaringizga sovg'alar uchun pul oling. 30 kun ichida qaytaring va ortiqcha to'lamang. Uzumbank ilovasini yuklab oling. Bugun nishonlaymiz. Yangi yil esa qaytaraman. Buyuraman, Anzibel. Olam panoh, sizning ovozingiz bizning quloqimizda xuddi musiqaday yana jaranglamoqda. Uzum karta bilan bepul avtobus safarlari. Endi sizning shahringizda 2 daqiqada Uzum kartani rasmiylashtiring. To'ldiring. Yo'l haqqini u bilan to'lang va 100% cashback oling. Uzumbank ilovasini yuklab oling. Ichak mikroflorasi buzilganda Enterogermina Forte yordamga shoshiladi. Antibiotik qabul qilganda oilaviy probiotik. Foyda Uzum marketda. Yana noqulaylik, og'irlik va ko'ngil aynishi yoki jigaringiz shikastlanganmi? Essential fosfolipidlar jigar tuzilishini hujayra-hujayra qayta tiklaydi. Essential Forte N hayotingizni har bir hujayrasini quvvat bilan to'ldiring. Sanjar aka, foyda qayerda? Foyda Uzum marketda. Reverem. Nima qilasan buni? Mazasini ham bilmasang. Reverem, mazasiga gap yo'q. Ishonmasang tatib ko'r. Bayram saxiy, ko'ngil esa xotirjam bo'lishi kerak. Uzumbank yordam beradi. Ilovada limit oling. Yaqinlaringizga sovg'alar uchun pul oling. 30 kun ichida qaytaring va ortiqcha to'lamang. Uzumbank ilovasini yuklab oling. Bugun nishonlaymiz. Yangi yil esa qaytaraman. Ko'p sovg'alar bor, bezaklar ham tayyor, bakallar aniq yetadimi? Aha. Wildberries'da yangi yil aksiyasi. Chegirmalar 60% gacha. Endi 2 litr Coca-Cola narxiga 2,5 litr oling. Ko'p sovg'alar bor, bezaklar ham tayyor, bakallar aniq yetadimi? Aha. Rostdanmi? Va bu shunga arziydimi? Ha. Ko'p ishlaydi, xurrak o'tadi. Kim mana o'zi? Lekin baribir zo'r bayram bo'ldi. Wildberries'da yangi yil chegirmalari albatta arziydi. Balki pitsa buyurtma qilarmiz yoki shirinlikmi? Ha, bo'ldi, buyurtma berdim. Yangi yil dam olish vaqti. Yandex.Go taom yetkazish xizmati bilan butun dekabr 40% gacha chegirmalar. Uzum karta bilan bepul avtobus safarlari. Endi sizning shahringizda. Yo'l haqqini Uzum karta bilan to'lang va 100% cashback oling. Uzumbank ilovasini yuklab oling. Bu mening sirim. Estel. Yana noqulaylik, og'irlik va ko'ngil aynishi yoki jigaringiz shikastlanganmi? Essential fosfolipidlar jigar tuzilishini hujayra-hujayra qayta tiklaydi. Essential Forte N hayotingizni har bir hujayrasini quvvat bilan to'ldiring. Uchqunli chernogolovka yangi yil kayfiyati bilan Qorbobo tomonidan shaxsan quvvatlangan. Yangi gigiyenik tagliklar seriyasi bilan tanishing. Lalaco Mama. Har qanday harakatda mukammal moslashish va qulaylik uchun yuqori elastiklik. Lalaco Mama. Pepsi bilan yangi yilni nishonlang. Bayram saxiy, ko'ngil esa xotirjam bo'lishi kerak. Uzumbank yordam beradi. Ilovada limit oling. Yaqinlaringizga sovg'alar uchun pul oling. 30 kun ichida qaytaring va ortiqcha to'lamang. Uzumbank ilovasini yuklab oling. Bugun nishonlaymiz. Yangi yil esa qaytaraman. Istanbul Live. Istanbul Live. Istanbul Live. O'zbekiston o'z fyustisini tanlayapti. Sen ham tatib ko'r.
hali oshxonaga girlanda ham olishimiz kerak. Ha, bo'ldi, buyurtma berdim. Ozodga ham sovg'a yuborish kerak. Bo'ldi, yuboryapman. Balki pitsa buyurtma qilarmiz yoki shirinlikmi? Hal qildik, dam olavering. Kuryer yetkazmalari, bayramona mahsulotlarning keng tanlovi va restoranlardan taom buyurtmasi. Hammasi Yandex.Go ilovasida. Yangi yil dam olish vaqti. Zinmanini o'zbekcha varianti desak ham bo'ladi. Mahalliy varianti Karmon nomi. Og'iz aka aytib to'plab aytmoqchi edim va bizning unikal tomonlarimiz bu juda ham yengillik yaratganmiz. Ovoz orqali xarajatlaringizni qo'shish imkoniyati. Zinmanida bunaqa narsa yo'q. O'zbek tilida to'laqonli ishlaydi. To'xtang, shu Zinmanida ovozli nima yiyor deb o'ylaysiz? Inson dangasada. Men o'ylamayman kimdir xarajatini ovozli yo'l bilan yozishiga. Men qog'oz ruchkada yozaman. Har doim. Bilmayman nega, o'rganib qolganman. Men umuman yozmayman. Keyin kartani unda qarayman, tarixi. 80% odam yozmaydi xarajatlarini. O'shada, ya'ni aytmoqchimanki, yo'q, ovozli bo'lsa qanchalik yozarkin degan anaqa shu yengillashtirish uchun ovoz. Yo'q, bu nabrut bularning fikricha, aslida mana qo'shilaman, yozgandan ko'ra голосовой tashab qo'yadi-da. Shunaqa. To'rtta tilda ishlaydi-da. Men boshqa unikal taraf ko'rdim. Ijtimoiy tarafdan mana oddiy paketida bepul ekanda. O'shani o'ylayman. Odamlarni ko'proq shu moliyaviy savodxonlikka o'rganishga harakat qilib, keyin konversiya qilaman deyapti-da, premium paketga. Xohlasangiz, men lekin pul bilan kirmayman, chunki bu narsani men o'zim ham qilib beramiz deyishgan edi Alisher akalar. Xohlasangiz, men sizga buni zo'r qilib yurg'izib berishga marketing tarafdan yordam beraman, chunki menda juda katta auditoriya, aynan moliyaviy savodxonlik, lekin menga 10% ni berasiz. 10%? 10% beraman. Usiz kirmayman, chunki bu meni ayol loyiham va meni o'quvchilarim. Chunki ular hammasi asosida keladi, men moliyaviy erkin ayol bo'laman deb keladi. Va ularga shu loyihangizni biz nima qilamiz? Taqdim etamiz. Va sizni obunachilaringiz soni ko'payadi va undan tashqari ishonch bo'ladi. Chunki odamlar menga ishonadi, lekin 10% dan kamiga kirmaydi. Hamma enter bo'lib berishim mumkin. Xo'p, endi xuddi o'sha auditoriyani jalb qilish bizga necha pulga tushadi? Hisoblab ko'rganmisiz? Unit ekonomikangiz bormi? CIC 0.33 sent turadi. 0.33 sent, misol uchun, hozir undan ko'ra o'sha pulni biz agar elementar targetga tikadigan bo'lsak, biz ancha katta auditoriya olib kiramiz. O'shaning uchun sal anaqa qiling. Qarang, bitta narsani aytaman, bitta narsani sizga aytaman, maqsadli auditoriya bor, maqsadsiz auditoriya bor. 0.33 sentdan maqsadsiz auditoriya olib kelgandan ko'ra 10% ga ma'ni olib kirib, $100,000 maqsadli auditoriya olib kelgan. Applicationni boshiga chiroyli videolar qilamiz. Krishtonli обучающий videolar qilamiz, qadriyatli videolar qilamiz. Ishonch bo'lish kerak. O'sha narsalarni qilib, biz auditoriyani qizdirib, maqsadli auditoriyaga aylantirib olamiz. Yo'q, masalan, prosta aytmoqchi bo'lganim 10% dan ozgina bundoq anaqa qiling, chunki endi boshlanayotgan. Chunki bu yerda ishlash kerak-da. Birgalashib men bular bilan ishlash kerak. Baribir shu narsani qilyapsiz-ku. Men buni ishlatmayapman. Baribir qilyapsiz-ku. Yo'q, baribir odamlarni moliyaviy savodxonlikka o'rgatyapsiz-ku. Ularga qo'shimcha instrument sifatida buni taklif qilib yuborish uchun keling, sal bundoq bir 2-3% to'g'risida gaplashaylik. Yo'q, qo'ysizchi. Yo'q. Alo, men sizni ko'ndiring. Yo'q, 10% lekin normalniy. Ishoning, to'g'rimi, Omijon aka Kamron? Mayli, o'zingiz hal qilasiz bo'lmasam. Yo'q, mayli, taklif berdingiz, bo'ldi taklif. Taklif, bu taklif, faqat taklif. Xohlasalar tkaz ko'rsalar, menga umuman foydasi anaqasi yo'q, issiq sovug'i yo'q. Lekin zo'r. Sizni missiyangiz-ku odamlarga moliyaviy savodxonlikni o'rgatish missiya-ku. To'xta. Men hozir xuddi shuni temasini olib, Zenmanidagi xuddi men ham yarata olaman bemalol. Alisher akaga aytib. Pul bering bo'lmasam. Siz pul berasiz endi. Men pul berganman o'zi 20 ming. Bo'ldi. Men puldan ko'ra ko'proq bularga anaqa olib bera olaman, foyda olib bera olaman. Bo'lmasa alohida o'zlari gaplashishsa yana. Ha, mayli. Bitta joyini yaxshi aniq qilmadingda, shu joyga e'tibor berishing kerak. Menimcha venturning fondlarga juda ham qiziq bo'ladi. Scoring sistema qilmoqchiman deding. Keyinchalik scoring sistemaga boramiz deding. Keyin endi masalan O'zbekistonda misol uchun 40 millionga yaqin aholi bo'lsa, kamida 20 million, 25 million har kuni xarajat qiladi-da. То есть bu narsaga potensial juda ham katta. Nima produkt berasan keyin degan savol menga qiziq. O'sha ko'proq qiziq menga.
birinchi o'rinli missiya bu insonlarning pulini ko'paytirib berish. Masalan, ma'lumotni hamma har xil ishlatish mumkin. Keyin sen misol uchun Shohida har gal ishlatib yurib turgan, telefon qilib Shohida bizga reklama qilib bering desanda, yo'q, bizda hamma xarajat ma'lumotlaringiz bor desangchi. To'g'rimi? Gap yo'q. Naqmoqchisan deyapman-da, ya'ni rejang qanaqa o'sha keyingi mana 2030-yilda asosiy fokus loyihani rivojlantirishga, hali MVP'si to'la qolishga, ya'ni tugamagan qo'shimcha qo'shadigan narsalarimiz bor. 3 oyga razrabotkani o'sha rejalashtirganmiz. Undan keyingi maqsadlarimiz sotuv va siz aytgan o'sha yechimga kelish. Biz mini app ko'rinishida fintechlarning ichiga, ya'ni super applarning ichiga kirib, u yoqdan userlarni, ya'ni foydalanuvchilarni jalb qilish niyatimiz bor. Agar hozir shu gapingizni hozir aytganingizda bor, biz siz bilan umuman boshqacha gaplashamiz. Muzokaralar boshlangan, Zumrad bilan ham gaplashdik. Keyin xuddi shunaqa. Karmon AI'da bitta anaqa imkoniyat ko'rdimmi? Rosa zo'r imkoniyat. Tushunarli bo'ldi. Xolos. Bular nonushta qilamiz. Xo'p aka, katta rahmat. Xo'p. Keyin nima qila olasiz siz? Pulingizni qaytarib, IELTS tekin bera olaman sizga. Agar mobodo IELTS topshirib, ertaga web submitga borib, prezentatsiya qilishim kerak deb balingizni ko'taraman desiz, yordam beramiz. Katta rahmat. Rahmat. Karmon AI'ga investitsiya kirgizamizmi? Yoki yo'q? Menga keyingi raundda, ya'ni keyingi milestone chiqqaningizda ko'rib chiqish qiziq bo'ladi. Hozirgi etapda tushunarli. Rahmat. Menda ham xuddi shu fikr. Bitta olib chiqqaningizdan keyin chaqirsangiz, birga nonushta qilamiz. Avoqa Ventures hozirgi nimasida biz qo'llab-quvvatlaganmiz, endi hozir boshqa investor kirishi manfaatliroq. Shohida Ibragimova. O'sha gap. O'z bittiman qoldim. Lekin yaxshi taklif edi lekin. O'ylab ko'ring, Habibullo. O'ylab ko'raman. O'ylab ko'ring, gaplashamiz. Xo'p, agar hozir taklifga rozi bo'lsangiz, boring-da, qutichani oling. Rozi bo'lmasangiz, unda hozir o'zida rad javobini berib, sekin chiqib ketaverasiz. Foizini kelisha olsak, men sizni ambassador qilib, o'sha loyihamizga advisor qilib olishga tayyorman. Kelishdik. Tabriklayman. Yana bir kelishuv bugun o'z poyoniga yetdi. Marhamat. Kelishuv amalga oshganidan xursandman. Bugun yana bir startaper o'z orzusiga yaqinlashdi. Katta rahmat. Rahmat. Charchamayman. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Ajoyib. Xafa bo'lmadingizmi? Yo'q. Xato qilganim yo'q. Investorlar to'laqonli rad javobini berishmadi. Shu choyga chaqirishdi, taklif qilishdi. Albatta bu imkoniyatdan foydalanasiz. Shunaqa, katta rahmat. Omad. Hozirgi loyihamiz esa yosh o'sib kelayotgan avlod uchun juda ham foydali bo'ladigan, nafaqat ular uchun, balki ularning ota-onalari uchun. Ota sifatida gapiryapman, shaxsan men o'zim mana shu loyihaga qancha bo'lsa tikkan bo'lar edim. Demak, Logo Smart loyihasi, marhamat. Assalomu alaykum. Men Shukurova Dilbar, Shukurullo qizi. 1995-yilda tavallud topganman. Toshkent viloyati Angren shahrida tug'ilganman. 8 yillik tajribaga ega logoped va Logo Smart mobil ilovasi Logo Smart dasturiy ta'minotining asoschisi hisoblanaman. Nutq bilan bo'lgan kasblarga qiziqar edim. Advokat, jurnalist bo'lish meni orzuyim bo'lgan, lekin taqdir taqozosi bilan undan ham ziyoda kasb logopedlikka o'qishga qabul qilinib, mana shu kasbga mehr muhabbat qo'yib, logoped bo'lib 8 yildan beri ish faoliyatimni olib borib kelyapman. Bizning proyektimiz Logo Smart bolalar va kattalar nutqini sun'iy intellekt bo'yicha rivojlantiradi va nutq nuqsonlarini bartaraf qilishga qaratilgandir. Investitsiya olaman deb ishonaman. Sababi biz shu kungacha qatnashgan barcha loyihalarimizda oliy o'rinlarni egallab kelmoqdamiz. Agar investitsiya olmagan taqdirimda ham hech qachon xafa bo'lmayman. Sababi loyiha insoniyatga, bolalarga foydasi tegadigan loyiha. Biz doim olg'a intilishda davom etamiz. Assalomu alaykum, men ismim Muhammad Said. Men 5 yoshdaman. Men chiroyli kepilishni xohlayman. Menga Logo Smart yordam beradi. Sizlar qo'shilinglar. Jonim. Assalomu alaykum. Men Dilbar, 8 yillik tajribaga ega logoped-defektolog, PhD.
shu loyiha asoschisiman. Muhammad Said kabi yurtimizda 3 yoshdan 12 yoshgacha 850 mingdan ortiq bolajonlar bor. Lekin ular har doim ham logoped mashg'ulotlariga borisha olmaydi. Sababi ba'zida o'z hududidan yaxshi logopedni topa olishmaydi, ba'zida esa moliyaviy imkoniyatlari yetmaydi. Sababi logopedning bitta mashg'uloti bu 150 ming 200 ming so'mgacha narx. O'zbekistondagi mutaxassislarga bo'lgan talab juda ham katta. Ta'lim tashkilotlari, maktabgacha va maktab ta'lim tashkilotlari 41 mingdan ortiq bo'lib, ulardan 11 mingdan ortig'ida logoped mutaxassislar yetishmaydi. Biz bu muammoga 3 ta yo'nalishda, 3 xil platformada yechim berdik. Bizning LogoSmart AI botimiz bolalardagi nutq kamchiliklarini va eshituv idrokini tekshiradi. Bizning veb-saytimiz o'z hududidan ota-onalarga logoped mutaxassislarini, logopedik rivojlantiruvchi markazlarni tez, oson, sodda ravishda topishga yordam beradi. Bizning mobil ilovamiz esa 100+ sun'iy intellekt bilan qurollangan o'yinlar orqali bolalar nutq kamchiliklarini bartaraf etadi va ularni aniqlaydi. Qisqacha mobil ilovamiz haqida: biz mobil ilovamizdagi o'yinlarni barchasiga sun'iy intellekt integratsiya qilganmiz. Bizning innovatsion ekranimiz bolalardagi nafasni his qiladi. U nafas mashqi, ya'ni bolalar nafasini rivojlantirishga qaratilgan. Bizning innovatsion yana bitta kameramizni ko'rinishi bu bolalardagi og'iz, lab, til harakatlarini aniqlaydi. Bu esa bolalarni to'g'ri gapirishning eng asosiy bosqichidan biridir. Va bundan tashqari biz so'z, bo'g'in, gapdagi barcha tovushlardagi talaffuzlar kamchiliklarini aniqlaymiz va ularni rivojlantirishga AI yordamida erishamiz. Bundan tashqari bizda tana, qo'l harakatlarini rivojlantiruvchi mashqlarni ham sun'iy intellekt garovi hisoblanadi. Bundan tashqari bizda aqliy mashqlarimiz ham mavjud va bu mashqlarni barchasini professional mutaxassislarning video darslari va kichik logopedning video darslari mustahkamlab turadi. Ilovada biz logopedik darslarni barcha ko'rinishiga yechim bera olamiz. Bizning texnologiyamiz qayerda? Logoped asosan ko'zgu bilan ishlaydi. Sababi bola o'zining nutqini, og'iz harakatlarini to'g'ri yoki xatoligini bilib, uni to'g'rilashi kerak. Biz bu yerda ajoyib innovatsion kamera bilan yechim berdik. Biz boladagi shaxsan o'zim boshchiligimda bog'cha, maktab, hattoki talabalarim, hamkasblarimni ham og'iz, lab harakatlarini suratga olib, 30 mingdan ortiq rasmni qismlarga bo'lib joyladik va bu bizga 100% to'liq natijani beryapti. Inson tanasini, insonni shaxsini aniqlaydigan AIlarimiz bor. Lekin bizning modelimiz bu hozirgi kunda o'z alternativligini saqlab kelmoqda. Raqobat bozoriga keladigan bo'lsak, albatta jahonda biz velosipedni qaytadan yaratmaymiz. O'zimizni qadriyatlarimizga, tilimizga moslashtiramiz. Bizning raqobatchilarimiz bor va biz ularni o'rganib, sun'iy intellekt modeli orqali yangi texnologiyani joriy qildik. Bu yerda real time'da kamera orqali uzatma yonadi. Onlayn maslahatlar va video darslar, professionallar tomonidan video darslar taqdim etiladi. Lab og'iz mashqlarini hammasini sun'iy intellekt nazorat qiladi. Talaffuz mashqlarini ham sun'iy intellekt nazorat qiladi va intellektual mashqlar bolani intellektual tarzda rivojlantiradi. Bolajonlarimiz bor, uyda shug'ullanishi mumkin va ular har doim ham onalarini yosh bolalar yo boshqa holat bo'lganligi sababli tashqariga chiqa olmaydi. Biz logopedlarni yollanma logoped sifatida uylariga yuborib berishimiz mumkin yoki ularning markaziga patsientlarni yuborishimiz mumkin. Bu bizda 10% komissiya orqali amalga oshiriladi. Bolalar uchun esa biz oylik to'lovni 1 oy uchun $5 hozir minimum summa qilib kiritganmiz hozirgi bosqichda. Sababi 150 ming 200 mingdan bu $5 3-4 barobar arzon va qulay. Bizning jamoamiz bu o'zim 8 yillik tajribaga ega logoped defektolog, 5 yillik bu yerda hammasi middle plus dasturchilar va yana plus 8 ta dasturchimiz bor. Muhammad bor, Kamila, Ivot Lochinbek. Bular asosan bizda hozir nima deydi, dovyurak qahramonlar bo'lib ishlayotgan dasturchilar.
bizning asosiy maslahatchilarimiz To'xtayarova Shahnoza professor va UNICEF tashkilotidan PhD logoped, Abduvali Haydarov Creative Association va Innovatsion IT Investment Centerning rahbari bular biz bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishmoqchi. Shu tomondan bizga IT, ya'ni dasturlash tomonidan yordam berishga bel bog'laganlar va Muhammad Halil Startup Garajdan bular bizga maslahatlar tomonidan yordam beradilar. Startupni qurishda bizga doim yelkama-yelka kelayotgan ustozimiz bu Rahimjonov Usmon aka. Bizga ko'p pul kerak emas, $80,000 investitsiya so'rayapmiz va bu investitsiyani 26-yil 1-2 chorakda dasturiy ta'minot va kontentlarni professional darajaga olib chiqish maqsadimiz. Bundan tashqari hozir bizda 10 ta AI mashqimiz og'iz lab uchun har bittasiga 30 mingtadan bu 150 mingdan oshiq rasm deganida. Biz har bitta mashq uchun 5 ta modelimiz tayyor bo'lsa, buni 15 taga ko'tarishni plan qilyapmiz. Bular uchun dizayn bor, lekin hali data bazani to'ldirishda muammolar bor. E'tiboringiz uchun rahmat. Zero yaxshilikda baraka bor. Uchqunli Chernogolovka yangi yil kayfiyati bilan Qorbobo tomonidan shaxsan quvvatlangan. Zira, zarchiva, kashnich, sarimsoq va paprika sevimli uyg'unligini Magiya universal sharqona ziravorlarida tatib ko'ring. Dasturxongizga tortilgan taomlar yanada mazali bo'lishi uchun sharqona an'analarga nisbatan hurmat bilan yaratilgan. Sevimli ziravorlar endi qulay qadoqda. Byudjet tizimi xodimlari uchun super imkoniyat. Agrobank ish haqqi loyihasida ishtirokchimisiz? Unda omad siz tomonda. 5 ta Chevrolet Onix avtomobillaridan birini yutish imkoniyatiga egasiz. 25-fevralgacha bank filiallarida arzon mikroqarzni rasmiylashtiring va aksiyada ishtirok eting. Batafsil ma'lumot agrobank.uz saytida. Porlash, yorqinlik, g'amxo'rlik, bizning rang. Esti. Endi 2 litr Coca-Cola narxiga 2,5 litr oling. Kommunal xizmatlarni Paymedan to'lang va 3% cashback oling. Bayram saxiy, ko'ngil esa xotirjam bo'lishi kerak. Uzumbank yordam beradi. Ilovada limit oling. Yaqinlaringizga sovg'alar uchun pul oling. 30 kun ichida qaytaring va ortiqcha to'lamang. Uzumbank ilovasini yuklab oling. Bugun nishonlaymiz. Yangi yil esa qaytaraman. Tomoq og'rig'i bu xavfli tomosha. Septaleta Total infeksiya, yallig'lanish va og'riqdan xalos qiladi. Septaleta Total. Tomoq og'rig'i, tomoshang tugadi. Reverem. Nima qilasan buni? Mazasini ham bilmasang. Reverem, mazasiga gap yo'q. Ishonmasang tatib ko'r. Antibiotiklar qabul qilayotgan bo'lsangiz, Linux Fortini unutmang. U ichak faoliyatini normallashtirishga va diareya xavfini bartaraf etishga yordam beradi. Linux Forte butun oila uchun antibiotiklar qabulining birinchi kunidan. Orient Finansbank va Uzkartdan omadli tranzaksiya aksiyasi. Bosh sovrin 4 iPhone 16 Pro oraliq pul mukofotlari har 15 kunda 150 nafar g'olibga 150 ming so'mdan. Ishtirok eting batafsil 4004 raqamida. Uchqunli Chernogolovka yangi yil kayfiyati bilan Qorbobo tomonidan shaxsan quvvatlangan. ProArt taqdim etadi. Rayhon 23-24-25 yanvar Xalqlar do'stligi saroyida. Bosh homiy Universal Bank. Sanjar aka, foyda qayerda? Foyda Uzum marketda. Xonadoningizga diskont bilan quvonch olib kiring. Samsung 55 talik smart televizori 699 ming so'mdan. LG 8,5 kilolik kir yuvish mashinasi 699 ming so'mdan. Galaxy A56 smartfoni 499 ming so'mdan oyiga to'lab xarid qilishingiz mumkin. Qimmatga olmang, diskontdan oling. Hamma ishlarni hal qilaman yanvarda. Albatta, zalga chiqaman. Keyingi yildan. Shuncha so'z yodlashim kerak. Hozir esa bittasi yetadi. Ko'rishguncha. Ishlarni keyinga qoldirib, Pepsi bilan yangi yilni nishonlang. Yo'nalishni
Ko'rsat. Gacha yo'nalish topilmadi. ACC sizni boshqalardan ko'ra yaxshiroq tushunadi. Kuniga bitta tabletka balg'amni suyultiradi va chiqarib tashlaydi. Yo'talni yengillashtiradi va himoya ta'siriga ega. Ishlaringiz bilan band bo'lguningizcha ACC yo'tal bilan yashadi. ProLife vaqti keldi. Men esa bir tugmachaga bosib, aniq natijaga erishaman. Shveysariya mo'jizasi. ProLife. Balki pitsa buyurtma qilarmiz yoki shirinlikmi? Ha, bo'ldi, buyurtma berdim. Yangi yil dam olish vaqti. Yandex.Go taom yetkazish xizmati bilan butun dekabr 40% gacha chegirmalar. Ichak mikroflorasi buzilganda Enterogermina Forte yordamga shoshiladi. Antibiotik qabul qilganda oilaviy probiotik. Xo'p, sovg'alar bor, bezaklar ham tayyor, bakallar aniq yetadimi? Aha. Wildberries'da yangi yil aksiyasi. Chegirmalar 60% gacha. O'zimga o'zim rahbarman, lekin doim mijozlarning to'lovlarini kutaman. Tovar olishga pul qidiraman, ijaraga to'layman. Yaxshiyamki TBC bank bor. Siz ham TBC bankdan o'zini band qilganlar uchun kredit oling. Arizangiz javobi 1 minutda chiqadi. Pepsi bilan yangi yilni nishonlang. Buyuraman, Anzibel. Güzel bir Kartada qolgan pul uchun 12% mukofot oling. TBC bankdan bepul salom kart buyurtma qiling. O'zimni ham farzandimda tilda muammosi bor va 6 oy, 7 oydan beri har bitta dars 200 mingdan olib boraman. $5 menga shu narsani o'rnini bosib beradigan yechim bo'lsa, nimaga yo'q? Dilbar, siz faqat shu ish bilan shug'ullanasizmi yo boshqa qayerdadir ishlaysizmi? Man hozir tayanch doktoranturani tamomladim. PhD mana shu oyda menga juda ham anaqali oy PhD himoyam, loyiha bilan hozir men 2 yil umrimni, ikkita kichkina yosh bolam bilan mana shu loyihani 2 yil vaqt sarflab, bor stipendiyalarimni loyihaga tikib, shu darajaga olib chiqdim. Men o'ylagandim, agar loyiha investitsiya ololmagan taqdirda ham men yo'lda davom etaman. Mayli bepul bo'lsa ham B2G'ga beraman, insonlar foydalansin. Insonlarga foydali nimadir qilish kerak. Dilbar, savol bu yerda nimaki, siz bu yerda siz uchun biznes emas-da, buni ideyasi, to'g'rimi? Yo'q, bu biznes, lekin misol shunaqa holatlar bo'ladi. Bu ideya yashash uchun kerak bo'lgan moliyaviy biznesda bu, lekin ideyasi boshqa bu yerda, to'g'rimi? Niyatingiz boshqa. Niyatingiz boshqa. Niyatim, qarang, niyatim insonlarga yordam berish. Siz yordamni nimani evaziga berasiz? Ma'lum bir qiymat olasiz, qiymat evaziga berasiz. Albatta buni lekin siz uchun qiymatdan ko'ra niyat muhimroq-da. Bu yaxshi ma'noda deyapman. Men sizlarni bo'lishi mumkin, lekin misol uchun men hamma narsani ham anaqaga o'lchamayman. Men agar mablag' o'lchaganda men bu loyihani ancha yil oldin tashlab ketgan bo'lardim. To'ppa-to'g'ri. Yaxshi savol bo'ldi, chunki biz hozir boshida boshlaganingizda bu ijtimoiy loyiha deb qaratgandim. Men qarab turganimda, lekin u ijtimoiy emas, bu уже biznesga o'tilganligi, mayli mana shu platformani ushlab turish, xarajatini ko'tarib turish yoki boshqa maqsadlar bordir, u muammo emas, lekin hozirgi Kamron aka aytgandek, bu yerda men ko'proq ijtimoiy kerakligini ko'ryapman-da. Bizning loyiha hozirgi kunda aktual, lekin men bilmayman, ertaga bunaqa loyihalardan hozir televideniyada tomosha qilib turibdi, 10 tasi chiqishi mumkin. Hozirgi kunda investitsiya tikib, hozirgi kunda kirib olish kerak loyihaga. O'zi startap o'zi nima? Startap o'zi muammoga yechim. Katta muammo turibdi bizda. O'sha telefon orqali kelayotgan muammo turibdi, bolalarni gapira olmasligi va unga telefon orqali yechim beryapmiz. Menimcha pul chiqaradigan joyi. Qaysi hozirgi shu yoshli bolalarni men telefondan olib chiqmoqchiman. Dilbar, men aytmoqchi bo'layotganim, juda ham ish ichiga kiribsiz. Bu loyihangiz yashashi uchun
biznes tomoniga ham kiribsiz-da. Biznes tomoniga kirgis kelmasa ham kirgansiz ko'rinib turibdi. Menimcha ayollarni biznes qilishi, bunaqa emotsiyada buncha odamga yordam berishi, ana ingliz tilida respect. Va shu men ko'rdim, men juda ham aniq qildim, qoyil. Молодец, zo'r. Boshlanishini ham zo'r etdingiz. Boshlanishini ham bola bilan chiqib realni muammoni ko'rsatib berdingiz. Ya'ni muammo juda ham aniq. Keyin o'sha gamifikatsiya degan narsa bor. Ilovani o'zida ham o'yin orqali bolalarni qiziqtirish, shunga e'tibor bergansiz. Men o'zim yozdim, buni boshqa alternativalari bor-ku desam, alternativalariga nisbatan ham yechim berib ketdingiz. Keyin o'sha AI modelli trening qilingani, buni ham alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Juda ham realistik aniq qilgansiz. Yana bitta narsani aytishim kerak. Meni onamlar ham logopedlar. Professorlar logopedlar. Nima demoqchiman? Men bu loyihangizni investitsiya nazarida ko'rmayman. Sizga aslida ko'p resurs kerak. Bu narsani dunyoda faqat masalan bitta narsani tan olishimiz kerak. O'zbekiston oldin mana Sovet davrida ustozimning an'analari bo'yicha aytganlar madaniyat ta'lim markazi bo'lgan. Biz har doim mana siz PhD deyapsiz. PhD nimaligini ko'pchilik yaxshi qabul qilmaydi-da, lekin mana PhD degani bu ilmiy ma'lumotga ega bir vaziyatga obyektiv baho berishi mumkin bo'lgan odam, haqli bo'lgan odam. Shuning uchun biz bu akademik sohaning ichida yurganimiz uchun bu narsani juda ham hozir chuqur ichiga yetib boramiz. Ya'ni nima demoqchisan desangiz, biz faqat O'zbekistondagi bolalardan tashqari O'rta Osiyoda bularning katta muammosi bor. Ya'ni bu asosiysi logoped bo'lib, turkiy tillarda ishlaymiz-ku, turkiy tillarda buni masshtab qilsa bo'ladi. Sizga aslida sizga siz so'rayotgan resursingizdan ko'ra ko'proq resurs kerak. Men o'shaning uchun sizga alohida boshqa taklifim bor. Xohlasangiz aytaman, aytosizlar. Bemalol. Kamron aka aytmasalardan men aytib olay, chunki Kamron akaniki kattaroq bo'ladi. O'shaning uchun men prosta hech qanaqa investitsiyasiz, hech narsasiz 50 million shuna anaqangizga tashlaymiz korxonangizga. Plus hech qanaqa investitsiyani anaqa kerak emas equity-da. Faqat shu bolalarni yaxshi bo'lib ketishiga va loyihangizni zo'r bo'lib ketishiga xizmat qilish maqsadida plus ijtimoiy tarmoqlarda promot qilib bermoqchiman. Rahmat kattakon. Dilbar, gap yo'q. Men sizga tekinga mentorlik qilib beraman. Aytganlarida ijtimoiy loyiha bo'lgani uchun hamma tomonlama qo'llab-quvvatlayman sizni. Men sizni bitta xusholagim keldi. Mayli, mumkin bo'lsa. Sizga respekt bilasizmi? Bunaqa ayollarni qo'llab-quvvatlamasak, menimcha biz rivojlanmaymiz. Endi shu aytmoqchi bo'lganim shu akadem, admin, IT resurs va albatta finansiy tarafdan, misol uchun shu komandangizda kim ishlasa, hammasi bizani universitetimizga qo'shilsanglar, alohida sizlar uchun ofis ajratib, mana shu loyihani rivojlantirish, O'rta Osiyoda shuni keng tarqatishga biz o'zimizda sotsial ijtimoiy inisiativa qilib, продвижение qilishga tayyormiz. Men taklifim shu. Qoyil. Aloqa Ventures hozirgi etapda biz pul bera olmaymiz, investitsiya bera olmaymiz. O'ylab ko'ryapmiz, hozir dars yana ishlaymiz. Ya'ni biz garajda ishlayaptilar. Biz Aloqa Bank bilan kelishgan holda moliyaviy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni maslahat qilishimiz kerak. Ya'ni o'sha qanaqadir taklifni ishlab chiqib sizga chiqamiz yana alohida. Hozir ayta olmayman, chunki kelishimiz kerak. Bank bilan birgalikda yordam beramiz. Meni taklifim, bizning komandaga qo'shiling, bu loyihangizni 80 ming emas, undan kerak bo'lsa, undan ko'pini investitsiya qilib rivojlantirishga kuch tashlaymiz. Ya'ni to'g'ri aytibdilar va bu sizni birinchi loyihangiz bo'ladi. Uni katta jamoa bilan maqsadini to'g'ri yo'naltirib, jamiyatga yechish strategiyasi bu oliy yechimlardan. Yig'lamang, qaytaga yaxshiligi bo'ldi. Qarang, 80 ming so'rab keldingiz, 500 ming dollarlik qiymat olyapsiz. Agar undan ham ko'p bo'lmasa. Azizlar, menimcha bu bugungi kundagi eng qimmat sotilgan loyihalardan biri. Logosmart, tabriklaymiz. Rahmat. Men uchun chamadonlar ochilmaydimi? Ochiladi. Chamadonlarni. Hammasini olib keting. Hammasini olib keting. Nima qilish kerak? Hammasini olib keting. Hammasi sizga. Kattakon. Молодецsiz. Tabriklayman. Rahmat, ustoz.
tabriklayman sizni. Muborak bo'lsin. Rahmat kattakon. His-tuyg'ularingiz bilan bemalol mana erkin mikrofonlar qarshisida bo'lishingiz mumkin. Men bugun ko'rsatuvdan juda ham minnatdorman. Ko'rsatuv tashkilotchilaridan, hurmatli investorlarimizdan bizani mehnatlarimizni qadrlab, shu darajada bizga ishonch bildirgani uchun katta rahmat, chunki bu juda ham katta qiymat inson uchun, insonni bir mehnatini yuzaga chiqarish, qadrlash juda ham hayajondaman. Rahmat kattakon hamma investorlarimizga. Oila a'zolarim qo'llab-quvvatlab, bolamni, farzandlarimni tarbiyalashimga yordam berib, ularni qarab qolib, hozir meni ikkita kichkina farzandim ham oila a'zolarim bilan. Chunki meni ular qo'llab-quvvatlaydi, podдержка qilishadi. Bu insonga katta energiya beradi. Mana bugun ular yetib kelishmagan bo'lsa ham sizni ko'rib turishibdi. Ularga rahmatlaringizni aytishingiz mumkin, quvonchingizni baham ko'rishingiz mumkin birgalikda. Kattakon rahmat avvalambor turmush o'rtog'imga, Oyjon, Adajonga, o'zim ota-onamga, meni qo'llab-quvvatlagan barchaga rahmat deb qolaman. Sizlar borsizlarki, men shu yerda, shu davrada, shu darajaga erishdim. Umringlar uzoq bo'lsin, doim sihat salomat bo'linglar. Rahmat. Albatta, ishonchoqliman. Har bir startap egasi o'zini bo'yniga katta mas'uliyat olyapti. Xalqni mas'uliyatini olyapti. Va bugungi biz kuzatmoqchi bo'lgan yangi tarix endi yozilishni boshladi va biz tarixni yangi bosqichga olib chiqishga tayyormiz. Sizlar bilan Abror Baxtiyorovich bo'ldi va bu taqdimot ko'rsatuvi edi. Bizni doimiy